Samarqand viloyati hokimligida viloyatda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning bugungi kundagi holati va istiqbolli yo'nalishlari tahliliga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Viloyat rahbari raisligida o'tkazilgan yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi sport vaziri o'rinbosarlari, sport muassasalari rahbarlari, federatsiyalar vakillari va boshqa manfaatdor tashkilotlar rahbarlari ishtirok etishdi. Muhokamada sport vaziri Adham Ikromov videoselektor orqali ishtirok etdi. Yig'ilishda jismoniy tarbiya va sport sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, erishilayotgan natijalar, mavjud muammolar va rivojlanish istiqbollari muhokama qilindi. Sport muassasalari rahbarlarining faoliyati, samaradorligi, sport federatsiyalari holati, shahar va tumanlar hokimlarining sport faoliyatini qo'llab-quvvatlashga jalb etish darajasiga alohida e'tibor qaratildi. Viloyat rahbari bugungi kunda Samarqand viloyatida 31 sport muassasasi, jumladan ikkita olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar tayyorlashga ixtisoslashgan sport muassasasi faoliyat yuritayotganini alohida ta'kidladi. Bundan tashqari, viloyatda olimpiya sport turlari bo'yicha 23 ta sport federatsiyasi faoliyat yuritmoqda. Qayd etilishicha, yetarli salohiyatga qaramay, federatsiyalar so'nggi olimpiada o'yinlarida ayrim sport turlari bo'yicha litsenziyalarni qo'lga kirita olmagan. Biza mana sport maktablarida o'zi shug'ullanib, o'zi qanaqadir natijaga erishayotgan bolalarni natija bo'lgandan keyin federatsiyalar bu bizning natija, bu bizniki deb chiqib o'zimizcha maqtanishimiz bor, boshqasi bor. Lekin aslida bu o'z yo'lida chiqib kelyapti. Biz federatsiya sifatida xizmat qilib, o'zimiz tayyorlab, o'zimiz qanaqadir yordam berib olib chiqqanimiz bo'lish kerakda. Men federatsiyalardan mana shunday talab qilaman. Ya'ni har kvartalda yig'ilamiz-u, har bitta federatsiya qani o'zining sohasi bo'yicha nechta demak olimpiadaga tayyorlayapti, nechta demak qanaqadir unvonlarni olish bo'yicha tayyorladi, qanday ishlarni amalga oshirdi, o'z-o'zidan bo'lib keladigan hisob yo'q. O'zini qilgan xizmatini, yordamini aytib berish kerak bo'ladi har bitta federatsiya. Sport vaziri Adham Ikromov o'z nutqida ommaviy sportni rivojlantirish muhimligini ta'kidlab, bu boradagi kamchiliklarga to'xtalib o'tdi. Ommaviy sport bilan shug'ullanuvchi yoshlar sonini 2024-yildagi 1,1 million kishidan 2025-yilda 1,3 million nafarga oshirish rejalashtirilgani haqida ma'lumot berildi. Yig'ilishda 5 tashabbus olimpiadasi dasturini amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, sportning 13 turi, shuningdek imkoniyati cheklangan shaxslar uchun moslashtirilgan sportning 5 ta yo'nalishi bo'yicha tadbir o'tkazildi. Shuningdek, 5 tashabbus.uz platformasida ro'yxatdan o'tgan qariyb 990 ming nafar yoshlarning 81% sport musobaqalarida ishtirok etishdi. Yig'ilishda yolg'on hisobotlarga yo'l qo'yilmasligi kerakligi, bu borada faqatgina amaliy ishlarni kuchaytirish zarurligiga alohida e'tibor qaratildi. Viloyatda sport inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish borasidagi ishlar yakunlari ham yig'ilishda muhokama qilindi. Xususan, maqsadli dasturlar asosida 3 ta sport zali, homiylik ko'magida gimnastika markazi, mahalliy budjet hisobidan 3 ta sport maktabi rekonstruksiya qilinayotgani ma'lum qilindi. Shuningdek, tashabbusli budjet doirasidagi ishlarga to'xtalib o'tildi. Muhokama yakunlari bo'yicha jismoniy tarbiya va sport sohasida islohotlarning ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi. Jumladan, olimpiya va paralimpiya harakatini rivojlantirish, sportda seleksiya va tarbiya tizimini takomillashtirish, ommaviy sportni rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish muhim ekanligi bildirildi. Mustaqil ishlab shu joyini egasiman, men shuni qilishim kerak, o'zimni bu vazifam deb ishlashga o'rganmaganmiz. Faqat topshiriq bajarishga o'rganganmiz. Kutib o'tiramiz, selektorga qanaqa topshiriq bo'lsa, uni ham yolg'ondan bajaramizda. Hamma o'zini vazifasini o'zi bajarishni o'rganish kerak. Mustaqil ishlashga o'rganishimiz kerak. Bo'ldi, endi u vaqt o'tib ketdi endi. Yig'ilish so'ngida viloyatda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shgan hamkor tashkilotlar rahbarlariga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Ulardan 2 nafari jismoniy tarbiya va sport a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi.